Hazırız dehqon bozori hurmatli do'stlar. Hurmatli vatandoshlar, marhamat. Hazırız dehqon bozori. Meyvalaringiz baholarni aytib berasizmi? Syomka YouTube. Alman necha so'm? 9 so'm. Bu qizillari ne? He? 15 ming so'm. 9 ming, 15 ming so'm. Yaxshi, sog' salomat bo'linglar. Yana bu anda asosiy qismi bu anda mana hurmatli do'stlar. Chetdan boshladim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Baholarni aytib berasizmi, olmalar? 10 dan 10-12. Bu limonlarınız ne? Hurma. Hurma 7. Almansı. Limon, hurmalar. Baholarını gördünüzler. Keremler. Kerem bahasını aytib berasizmi? 7 ming so'm ekan Kerem hurmatli do'stlar. Zelilla necha so'm ekan? Zililla 5'si 10 mingga desa 6 tatib beraman. 6'sı 10 ming so'mmi? Bu ne bu ish? Bunun 3'si 5 minggadir. Avo. Bize 4'sini beraman. 4'sini ana 10'isi 4'si Syomka YouTube. Almalar bahasını aytasizmi? Bananan olsun. Bu nening? Ananas mı? Ananası 25'te, almalar 14'te. Bu ne? Banan. 18 ming so'm. Üzüm aytib berasizmi? Üzüm. 15 so'm üzüm. Yaxshi. Üzümler necha so'm üzümler? 10 so'mdan. Yine. Üzüm. Hurmatli do'stlar, hazırasıp dehqon bozori. Narxlari gördüğünüzler, balın nesini necha so'm ekan? Bal necha so'm ekan ballar? 65. Murat o'tib beradi. Yine ötün. Yaxshimisan? İşler yaxshimi? Amalsa yurtmisan? Erik qoqlan necha so'm ekan? 11'den necha? 10 mingdan boshlanadi, 50 minggacha. 50 minggacha ekan. 10 ming so'mdan 50 ming so'mgacha qoq eriklari baholari hurmatli do'stlar. Hurmatli vatandoshlar, hazırasıp dehqon bozor. Kershka piyozlarınız necha so'm? Piyozlar 5 mingdan, kesishga 6 mingdan. 5 ming, 6 ming. Dene alamiz so'qlar. Anar necha so'm uka? Anor 20 ming. 20 ming. Ana nesine bu vaji? Suvi, so'qi. 15 ming so'm. Sağ olasınız, aman bolasiz hurmatli do'stlar. Hurmatli podpischika, like, abone bo'lish yoddan chiqmasin. Sağ olun, aman bo'lin.